maylis yoki qizlar, o'g'il bola tanlaylar. Balansda ushayman degan ana xayollarda, ana fantaziyalarda yurmanglar. Ne niyatlar bilan ota-onanglar pul beryapti. Umid qilyapti. Yillar ketdi уже. Yillar sarflab tashadinglar. Lekin по-любому mana shu qizlarga berilish bo'lyapti. Inson yoki bu bo'lish kerak, yoki u bo'lish kerak. Ketish kerak, Instagram kerak emas. Men o'qishga kirganimda qayta aytaman, 4 yil Instagram ishlatmadim. Sotsial liseydan chiqib ketganman. Qizlar yo'q bo'ldi. Maksimal darajada o'qish bo'ldi. Men sizlarga aytaman bolalar, zo'r izolyatsiyaga kiringlar, o'zingizlarni zo'r eplanglar, mana yig'ishtirib tashlaylar. Mana 10x nerealniy darajada o'sasizlar. Nerealniy o'sish bo'ladi. Faqat iltimos qizlarga berilib ketmanglar. Keladi o'sha uylanadigan vaqt.